Bugungi kunda rivojlangan davlatlar kabi bizda ham gaploid bug'doy bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni bu qanaqa? Ya'ni bu bittagina o'sha erkak hujayralar asosida, androgenez to'qimalar asosida bir butun boshli organizmni olamiz va bunda mutlaqo heterozislik holatidagi 100% konstant holatga kelgan yangi bug'doy navlari yaratiladi. Gaploid holatdagi o'simliklar ya'ni qanday? Ya'ni oddiy holatda xromosomalar soni tog' holatda bo'ladi va bu gaploid deb ataladi. Va buni xromosomalar sonini biz maxsus moddalar ta'sirida ko'paytiramiz va karra oshiramiz. Buning natijasida bigaploid o'simliklar yaratiladi. Bu yaratilgan o'simliklar kasallik, zararkunandalar, hasharotlar, umuman tashqi stress omillariga juda ham bardoshli va juda ham yaxshi hosil beradigan yangi avlod navlari hisoblanadi. Bu navlarni yaratish uchun esa maxsus o'sha laboratoriyada Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti genom va biotexnologiya laboratoriyasida hozirgi kunda o'sha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga biz erishdik va hozirda rivojlanish bosqichlarida gaploid o'simliklarimiz o'smoqda va buning negizida boshqa bir o'sha o'simliklarda triticalida, arpada va bug'doyda xuddi shu kabi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirib kelmoqdamiz.